Assalomu alaykum ukam. Va alaykum assalom aka. Siz boshqurtninkaga o'xshamamlar. Ukam, sen qo'y boqqani qancha yil bo'ldi? Men qo'y boqqili bu yil 3 yil bo'ldimiki. Burun akam boqatdi. Akam to'y qilib ketib qo'ylar mo'nga qoldi. Mo Guljamal onamning qo'ylari yana ayrilib oldi. Guljamal onamning qo'yi dedingmi? Ha. Guljamal onang qancha yoshlarda bor? 40 yoshlarga kirib qoldimiki. Uning bolalari bormi? Ha, bir o'g'li bor. Bu yil 18 yoshlarga kirdi-ku deymi? Ismi nima? Odiljon. Biroq men Odiljonning dadasini ko'rib boqmadim. Uning dadasi yo'qmi? Anlashimcha, Odiljon tug'ilgan vaqtda o'lib ketdi. Cho'ng onasi bordi, cho'ng onasini tugab ketdi. Bichar Guljamal onam bek chiqchapa tortdi. Uning ustiga u bek kasalchan bo'lib ketib bordi. Aka, siz Guljamal onamni tunimsiz? Yo'q ukam. Bunda xil so'rab qo'ydim. Ukam. Men oraliga sig'kamligili bek uzun yillar bo'lib ketdi. Motorab bilan mansam esi mayli kiralim. Ana, sen yana otungu beripsen. Neyim dedin balam? Salametligin yaxşı emas. Demasan bulmamdı. Bu daqışlarını ço, əmdim mən qılıma. Vay balam, qaysı otun ne deyse? Oy. Ma işgaldıdığı otun ço. Bu... Ana, Ha? bu otunlarını görüp qaytib qaldın qo. Oy balam, qarğan tudağına kanakaya oxşaydı. Ana, mən dizgi berip kelay. Neç gün boldu bağımı qılay. Bağım balam. Sen aramanı eləyiver, Maqul mən balam. işimi tügütüb kelim. Maqul. Balam patraq gelese. Maqul. Ana, Ha? senden bir işini sorsam bolamdı. Sora vergin balam. Neymiş diye o soraydıgan? Yakında bu yan öyümüzdeki işlerini bir sıkıp koyuvatıdı. Sen onun kimlikini bilemsen. Eğer bilsen, bana dep belgin. Ben mi çoğun buldum? Oş balam, neymi deydigan sen? Men bilsem senden göşürüp oturattım mı? Sen mi bilmesem, ben mi bilmesem? Bu öyle işkimizden başka adam bulmasa. Bu işlerini zadi kim kılıvatkandı? O zadi kim? Sen benden bir işini yürüyüvatsan. Bunun da çokum bir gap var. Adilcan, man işenmeyivatam sen balam. İşqilib yakında bu yan yüz verivatkan işler. Bana bek gayri tuyulup gitvatıdı ana. Oldular balam. Ət itizgi berip bedilen uğrup deyli. Özüm yetişime desem sen kelibilip. Şundaqtım yalğızlık tatıp kalısan balam. Oy. Bu... Vay balam, bu neymiş şimdi? Asta.
Mehmet Dursun Axundadan kelib o'rib qo'ydimi ye? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Guljamal, sizning o'g'lingiz haqiqatan ishchan bola bo'pti, juma. Qarang, bir kechada bedlarni o'rib bo'pti. Yüz beriyotgan bu ishlarga qarab, uni olimjonniki deb qoldim. Agar shu bo'lsa neymiş o'zini yo'shirdi. Ya Odiljonga bu ish to'g'riliq bir ig'iz gap qilamsan. Ish bu, men olimjon deb o'zini oshkorlisi bo'lmamdi. Sen neymiş qarsig'ili olimjon deb o'ylaydigansan. Agar olimjon bo'lgan bo'lsa, biz bilan ko'rishi aniq edi-ku. Biroq biz olimjonning qarsini ko'rmadik. Bechar Metramxon anam to'la yig'lab, qarg'u bo'lib qalay deb qoldi. Ukam Olimjon, bu yil qancha yoshlarga kirgansan? Bu yil 40larga kirib qoldim-ku deyman. Yeshingmi bir yerga berib qopti, ukam. Bo'ytoqchilik yomon. Agar sen qo'shilsang, mahalla jamoat birlashib, beshingni o'ngshab qo'yayli. Bunaqa qanday qaraysan, ukam? Gap qilmaysan-ku. Yaxshi ko'ngillarga rahmat. Rost gapni qilsam, yurtda ayolim bor. Ey, olimjon aka, sen bu to'g'riliq bizga bir ayig'izmi so'zlab bermagansan-ku? Hey, senize. Qara olimjon aka, uyim pitay deb qoldi. Biz uyni sog'ashtirayli. Sen berib ayolingni epga. Qanday deysan? Men sizlarga nima uchun musofir bo'lganligimni so'zlab beray. Bundan 10 necha yil ilgari Guljamal ismli bir qiz bilan tanishib to'y qildim. O qiz to'limi xushxo'y, oq ko'ngil edi. Men o qizni jenimdan ezzi ko'ratdim. Olimjon aka, burunqi davrlarda Farhod Shirin degandek oshiq mashqlar o'tgan ekan. Sen mi ularga o'xshash oshiqkansan-da? Siz zodi kim? Neymiş ki mundaq qilasiz? Neymiş ki her qitim o'zingizni daldiga olasiz? Her qancha ish bo'lsa mundaq qilmang. Sizning meni ko'rak ko'zingiz yo'qmi? Men sizning kimligingizni bilaman. Her qancha ish bo'lsa-mu balaning yuzini qiling. Olimjon bu yoqqa chiqing. Balımız çoğun bolup hazır 18 yaşa kirib qoldi. Ayni chaqda ilk odam bunchalik g'aljirlashmagan bo'lsa, bugungi ishlarmi yuz bermas edi. Har qancha bo'lsa-mu bu yoqqa chiqing olimjon. O'z pushtingizdan to'ralgan balani bag'ringizga. Chin bilsang
dadı mehriga muhtaç. O sizni qanchalik sevgandi. Siz bunu bilemsiz. O daimli sizni tushaydi. Ertesi boshqachalar bo'lib qoladi. Olimjon undaq qilmay bu yoqqa chiqing. Mening gunoyim bor. Lekin men buni qasddan qildimmi, Olimjon? Men bir ayol kishi tursam, bu yoqqa chiqing, Olimjon. Agar yana chiqmasangiz, men vaqirayman. Bütün etizlikni beshimga kiyib vaqirayman. Sen ah Xudo. Gülcemal. Men odam emas, hayvon. Sizning bütün ömrünüzge men ziyankeşlik qildim, Gülcemal. Şu qilganlarim uchun jajamni yedim. Şu qilganlarim uchun ta hozirga qadar vicdan azobi tatib kelyapman. Her qatim şu ishlarni o'ylig'inimda o'zimni bu dunyodagi eng pastkash odamdek his qilaman, Gülcemal. Şu qilgan gunohlarim uchun sizga bir ömür qul bo'lib, gunohimni yuyish xiyolida mushu ishlarni qilyapman. Gülcemal, men sizdan o'tinay. Sizga bir ömür qul bo'lib o'tishimga ruxsat qiling. Ah Xudo. Men bu ishlarni aral unutgandim-ku. Sen zodi bana bir ömür xotirjamlik bermamsan deb baqa. Sen munofiq, qilgan gunohlaringni qandaqmi yeyib tegitalaysan? Ah Xudo. Gülcemal, men sizdan o'tinay. Bana bir qatim fursat bering. Gözümde yok kal. Yok kal. Ana, sana ne oldu? Bolam. Ana, bunu beşim koyup verey. Bolam. Menden ensirime bana hiç iş bulmaydı. Sen çıkıp Ayşem hananla toğlap kire bolam. Makul. Oy, Ana, oy canım balam Ayşem ne boğansı. Ayşem hana. Balam, çay içeyim sana. Bolam. akalan balam me iş güzey. Bir onu götüre balam azırak çay içip bak. Bolam. Sen berip uncham onangla to'lab gel. Makul. Mehmet Dursun axun dadangla birga kelsin. Makul ana ağzını baray. Oy balam, nimandak adamni ensirtadigansa. Oy canım balam. Ayşem xona, He balam, mening kesilim pishib qoldi. unda deme. Navadim men o'lib ketib qolsam, Odiljon bolam. Unda gaplarni herkes qilma, canım balam. Oldu gap qilma. Oy qanday qilaman. Xudoyim shifoat beray canım balam. Yolg'iz qolmisan. Unutulib ketsa, unda gap qilma balam. Gaplarni qilma. Oy canım balam. Sana nima bo'lgandi endi? Bu sana nima keraklikdi?
Canım balam, eke yağlıqlarını oңşap qo'yay. Xudoyim shifatliq beray. Assalomu alaykum tog'a. Ha, va alaykum assalom o'g'lim. Nagmanda? 7 dunga. Ha, men 7 donglik, qani aroq chiqib ola. 7 dongda kimning uyiga borsa? Men Tusnaxun dadamning uyiga. Ha, G'uncha onam onamning yaqin do'sti. Onam og'rib qolgan edi. onangning ismi nima? Guljamal. Ha. Undaqda dadangning-chi? Bilmayman, kichik vaqtimda o'lib ketibdi ekan. Bu yil necha kirdi? 18 yoshga. G'uncha onamning uyi qaysi? Au. Rahmat. G'uncha ona. Voy, Uy. Odiljon. Voy, Odiljon balam. Qani kela. Voy balam, bu uyni qandoq tepib keldim? Onam u. Kela balam, O'tira, o'tira. o'tirib ol. Nim bo'lding? Guljamal qani? Onam. Balam, oldi bilan choy ichib, ondan so'zla. Onam tuyuqsiz aylanib yiqilib tushdi. Nima? Bo'ldi. Men sizlarni to'g'liqli keldim. Bo'ldi balam, ko'nglingni yerim qilma. Biz hozirlamangayli. Bo'lingni Mehmet Tusnaxun tiz harbin Ma'qul, qo'shinglar. ma'qul. Mana. Asta. Sizlar Guljamalning bolasi borligini bilamsizlar? Men bilmaydi ekanman. Lekin to'y qilmabdi deb o'ngildim. Buni so'rab qoldi. Nega mangdilar? Aylanib kiray. Tezroq bo'linglar. Oy, Ona. keldinglarmi bolalarım? Kelinglar, o'tiringlar. Mehmet Tusnaxun Guljamal. o'tiring bolam. Ma'qul. Ayshamxon ona, Tudaxun aka, Guljamal qandaqroq? Xeyli yaxshi bo'lib qoldi bolam, ensirmanglar. Ko'nglimni yerim qilma bolam, onang cho'qim yaxshi bo'lib ketdi, jinim bolam. G'uncham singlim Guljamalbek uzun uxlab Ana. ketdi. Guljamal, qandaqroq turibsan adash? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Qara Bo'ldi, bolam, ko'nglingni G'uncham yerim keldi. qilma. Xudoyim shifoliq beri. Jinim bolam, ensirmay yaxshi bo'lib ketsa. Odiljon, harbin tayyor qil. Anang doktorxonaga opirayli. Ma'qul. Kigizni mana chiqoy. Bo'linglar. Astaraqa. Avoylar. Oyla. Asta. Oyla adash. Tezroq bo'ling, Tudaxunka. Diqqat Mana qiling. Oyla. bo'ldi. Astamiyanglar bolam. Mana. Men yostiqqa chiqoy. Bo'la. Oyla. Oyla ona. Avaylanglar. Aka bolam, tutoni mundaq qila. Mana chiqdim. Mehmet Tusnaxun, Ha? siz cho'ng'iga ketavering. Odiljon bilan ikkimiz borsak yetishimiz. Har vaqt faqat uchaylanib patir ekanmiz. Chiqinglar, yetishalamsizlar. Ha, yetishimiz. Ma'qul amsa. Odiljon, mangayli. Diqqat qilinglar, jimo. Avaylab menglar. Oy, oy. G'uncha ona chinroq o'tiring. Odiljon, avaylig'in ha? Ha. Bichar qizim chiqda tatib oldi. Patamxa rahmatlikmi qizini deb bir umr jafo tatqandi. Endi bu jafoning hammasi nevrisiga qolgan nemisi? Shuni desizlar. Bo'ldi. Bechara yig'lamang qizga ona. nima kagulik bu? Bo'ldi, ko'nglingni yerim qilmanglar. Shu. Xudoyim osonchilikni bera. Bo'ldi, Sabr shig'lamanglar. Bu ayol bek ojizlab ketibdi.
Yurak silishimi normal emas. Bir ish nervisiga qattiq ta'sir qilgan o'xshaydi. Bundan lekin ortiq ishlarga chechilmasin. O'zini xo'shal tutsala, cho'qim saqayib ketadi. Men sizlarga to'g'ri yozib qo'ydim. Mushu bo'yicha ish ko'rsanglar bo'ladi. Rahmat doktor. Bu dorini kunda 3 qatim ichsin. Eng muhimi dam olishiga bekrak diqqat qilsin. Tini bek ojizlab ketibdi. Quvvatli tomoqlarni ko'proq yeb bersin. Iloji bor sho'rpini kunda qilib beringlar. Bo'lsa-ku yotoqda yotgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Lekin ahvolinglar mushundaq bo'lgandan uyda yaxshiroq kutinglar. Bu dorini qat'iy uzildirib qo'ymanglar. Cho'qim yaxshi kutinglar. Bildim doktor. Men cho'qim shunday qilaman. Rahmat sizga. Ma'qul emas. Ma'qul. Mana. Mushu doridan berib akilang. Ma'qul. Ha, ras. Doktor bu dorini bekil topalab ketdi. Doktorning aytishicha, Guljamol bek ojizlab ketibdi. Biz uningga yaxshi qarayolmadik. Uning dorilarini bo'lsa-mu uzildirib qo'ymayli. Mamat Rusnaxun, tuniga men sizga degan gapimni unutib qolmang. Ma'qul. Men menga yemsa. Baldiroq yenib keling. Xo'sh. Adiljon balam, sen berib dadamlarning uyida bir qarab baxlanba. Shuni akilib so'yg'in, ha? Endi unda qilmaylik uncham ana. Elimi bizni deb bir necha qo'yingizni setib etdingiz. Men sizning oldingizda bekli xijil. Sizga nima deb rahmat aytishimni bilmayapman. Balam, sen herkes undaq deyma. Ana ikkimiz gerçi bir tuqqaning balardan bo'lmasaqmi, lekin biz oxiratlik do'stlardan. Bo'lay balam. Ma'qul. G'uncha mana. Mana o'g'lim. Nima gaping bor edi? Olimjon degan kim? Nemish onam kech kunduz Olimjon deb joylaydi. Bu men bilmayman. G'uncha mana. Men sizdan o'tinay. Olimjon. Rostli mening dadammi? O'g'lim. Anani herkes ayıplama. Olimjon. Olimjon. O senin dadan bo'ladi. Biroq sen tug'ilmay turib Olimjon boshqa yurtga chiqib ketgan. Hozir hayot yoki hayot emasligini hech kim bilmaydi. Mening biladiganim faqat shunchalik. Olimjon, nima bo'ldingiz? Nima ish uxlayolmaysiz? Ajab. Bilmedi. Ko'zim uyquga bosila bir tatib uxlag'ili qo'ymayotdi. Mollaka. Uyni setib yurtimga ketaymikin deymi? Bu ishingizga men bir narsa deyolmayman, Afg'on. Ota-onam hayot deysiz, lekin 10 necha yil oyoq yo'qlab qo'ymadingiz. Bu qilganingiz tozi yaxshi bo'lmadi-ku deyman. Boz shunda qiling. Birdan paranglashayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar yetidongdongo deymi, ha? Nima? Meni tunimla? Sizlar meni tonimaylar. Men sizlarni toniyman. O'zlari Men yetidong taraflarga chiq o'tgan. Rahmat. aka, siz nima yeysizkin? O'qishib cho'chirni birini qilib bering, Afg'on. Ma'qul. Men sizlarni ko'mabdi ekanman-ku. Men bir joyimda jiq tura olmayman. Ömrüm safar bilan o'tib ketdi sizlar. Hali ham safarga chiqmoqchimamlar. Xudoyim buyursa Qashqa taraflarni aylanib kelay deyman-ku. Olti taraflarga o'tib qolalimi?
Buni so'rab qoldilar-ku. Mundaq ish. Mening bir og'inam buningdan 10 necha yil ilgari yurtdan chiqib ketgan. Hozir ayoli og'ir og'riq. Bularning bir o'g'li bor. Lekin u og'inam o'g'il borligini bilmaydi. Bechor ayol kecha-kunduz erining ismini chaqirib qattiq joylaydi. Yana qanchalik umr ko'rdi, buni biz bilmaymiz. Shunga eriga xabar qilib qo'yaylik deb titildab yuramiz. Qani men shu yoqlarga o'tib qolsam, izleydigini qilib boqaman. Og'iningizning ati nima? Og'inamning ismi Olimjon. Dadasining ismi Partaxon. Ayolning ismi Guljamal. O'g'lining ismi Odiljon. Olimjonning hozirgachilik xabari yo'qmi? Anglashlar qaraganda otish taraflarimish. Undaq bo'lsa, men amal bor. Uni surishti qilib boqay. Uning ustiga otish tarafda mening bir og'inam bo'ladi. Anim bo'lsa. Shu og'inam orqali uni izlab ko'raman. Rahmat. Sizlarga jafo sep qo'ydigan bo'ldim. Ishqisi yo'q. Mang'amisiz? Xo'sh hamsa. Ma'qul, xo'sh. Mehmonning tovuq tayyor bo'ldimi? Mana. Oyg'andingmi adash? Qandaqroq tursa? Xeyli yaxshi. Odiljon qani? Uxlab qoldi. Xuncha. Mening kesilim o'zimga oyon. Men endi yaxshi bo'lib ketamaydigan o'xshayman. Aslida Odiljanni o'z qo'lim bilan o'ylayman deb o'ylagandim. Biroq bu endi mumkin bo'lmaydigan o'xshaydi. Sendan bir ishni o'tilay. Sen Mehmet Tursunoxonga tegin. Olimjonni tepinla. Uni topgandan keyin Odiljon bolamni uning o'z qo'linglar bilan topshirib bering. Odiljon bolam, bu dunyolikda yolg'iz qolmasin. Aslida Olimjonni keladi deb o'ylagandim. Biroq Olimjon kelmadi. Adash, bo'ldi jiq gap qilma. Üzülüp qalasan. Sen cho'qim yaxshi bo'lib ketasan. Bundaq bo'lmag'ur xiyollarni bo'lma. Ko'nglimni yasamayli qo'ygan. Kechalari tushimda dadam onam cho'ng onamni chaqirgandek qildi. Navot o'lib ketib qolsam, Odiljanni yolg'iz tashlab qo'ymagan. U ikki xotirjam bo'l. Men cho'qim sen degandek qilaman. Bo'ldi sizlar. Birdam aram elib. Odiljon yolg'iz qolsin.
Ağaylar birdam aram alaylı. Yürüңlar. Ha, ma'qul. Rahmat, cho'nglardan kelsin. Elama. Rahmat. Ağaylar birdam payız qilinglar. Ma'qulga rastatlik ekan, ha? O'xshabda bo'g'on. Mana Alimjon, duttanma keldim, bir apat chapamansa. Bu Shunda qilib ukam, ortiqimizni chiqiraylik. men yaxshilamayman. Boshlaymiz. Tuzuk o'tirib manda. Men sizlarga xotan xalq naqshlaridan Adargulni aytib beray. Voy, yaxshi gap, bo'lsin sizlarda. Men ham oshnajonni aytib tegiraptiman.
yaxshi etdi. Voy. Assalomu alaykum jamoat. Hammalar salomat turishiblar. Assalomu alaykum Olimjon ukam. Va alaykum assalom. Men seni oxir topdim. O'zlari kim bunlar? Men boshqa odam emas. Meni sizning yaqin og'iningiz Mehmet Tursunoxun avatdi. Nima? Mehmet Tursunoxun? Shundoq. Qani. O'tiribsiz sheyli. Qani. O'tirsa. O'tirsin. Bu yoqqa manga chaqda Mehmet Tursunoxun bilan uchrashib qoldim. Uning aytishicha, ayolingiz Guljamal. Guljamalga nima bo'pti? Ha? Chapsan deysizlar, uning nima bo'pti? Guljamal o'rin tutib yetib qopti. Buningga xili uzun bo'g'a o'xshaydi. Guljamal hozir kecha-kunduz Olimjon deb juyilib turdi ekan. Uning orzusi o'z qo'li bilan bolangizni sizga topshirmoqchi ekan. Biroq u sizni ko'rolmaydigan o'xshayman deb azob ichida yig'lab yetibdi. Bolangiz hozir 18 yoshga kiribdi. İsmi Adilcan ekan. Nəhayət obdan bola bo'pti. Adilcan hozir onasining putig'i put, qo'lig'i qo'l bo'pti emasmi? Nima? Mening Adiljon deb o'g'lim bormi ekan? Mening bolam. Mening Guljamolim. Sizlar nerede? Men nima degan nodon? Bo'ldi Olimjon, o'zingizni tutib oling. Ha? O'zingizni tutib oling. Hozir eng muhimi. Siz darhol yo'lga chiqing. Amal va Guljamal bilan yuz ko'rishib oling ukam. Ras. Yo'lga chiqib ayollar bilan ko'rishib. Bo'ldi, yig'lama. Ha? Men bek nodon kim? Bo'ldi, sabr qil. Juda. Qo'rqonlar sen. Turma. Chiqqanlar bo'ldimi? Shu turib qolinglar. Rahmat. Ma'qularsan. Xudoyim amonat. Mana bu yo'lda tamoq yeb yesa. Voy, bunda qilsak, bunda qilmanglar tuqqanlar. Men az ko'may. Mana rahmat. Ben abim. Yaxshi ko'ngillarga rahmat. Ma'qulamsan. Xudoyimga omonat. Xudoga omonat. Chiqsa bir kelasa afkam yana. Shaqlas kep turasan. Xudoyim bo'lsa. Kelar. Xo'sh. Rahmat. Men Qashqarga bormoqchi edim. Xo'shamsan. Yana bir ko'rishamiz. Ma'qul Ma'qulamsan, xo'sh. Mehmet Tursunoxun. Olimjon. Adaş, sen oxiri kelding. Guljamal o hozir qandaqroq? Uyga kirib boramiz shayli. Qani, yura. Guljamal.
Mehmet Dursun Akon. Harun rastla adaş. Biz derhal doktorxanaga baraylı. Ma'qul adaş. Oldu qil adaş. Gülcemal. Beni keçirin. Kravat yatqızыңlar. Ciddileşmеңlar. Siz çıkıp durun. Ma'qul. Doktor, o... Siz bemorning eri bo'lamsiz. O qanaqroq? Qarang sizni mushundoq bexastalik qilamsizlar. Yelim yaxshi vaqtida kelibsizlar. Bo'lmagan bo'lsa, ayolingizni qutqizmoqmi tasdi. Lekin biz tirishimiz. Rahmat doktor. Siz ko'p ansirab ketmang. Biz barliq kuchimizni chiqaramiz. Xotirjam bo'ling. Ma'qul. Gülcemal. Olimjon, Gülcemal. Men nemishqa ko'z yesh qilasiz? Men bir o'pdan turmamdim. Men mush kunni deb Azroilga bo'y bermay keldim. Odiljonni ko'rdingizmi? U sizga o'xshadi. Sizga o'xshadi. Olimjon kelganda Odiljon yolg'on kaskil ketgandi. Olimjon, mendan ansirmay beringlar. Odiljon bilan ko'rishim. Yurak poringizni bag'ringizga besing. Buncha Odiljanni tepib, Olimjon bilan ko'rishtiringlar. siz xotirjam bo'ling. Men berib ko'rishiman. Oy, Adilcan, keldingmi balam? O'tinlarni tushirib etdim. Aka balam eshakni bog'labdi. Choy ichvag'ina. Qo'zg'amachmidi? Onam qandaqroq? Onangni buncham doktorxonaga olib ketdi. Men seni saqlab turgan. Nima? Onam o'zgarib qoldimi? Yo'q balam, ansirgidek ish yo'q. Sen xotirjam bo'l. Balam, men etizlik berib kelay. Birdamdan qaytib kelma. Kelgandan ishimiz doktorxonaga berib kelayli, ha? Ma'qulmisan? Unda siz kelgach men bog'ni sug'urib turay. Ma'qul. Assalom o'g'lim. Taqa, kimni da'vatsiz? Meni birsiz o'qishyotamsiz qandaq? Balam. Men sening dadam. Nima?
Xatalaşdınız tağa. Anamның aytishicha dadam kichik vaqtimda o'lib ketibdi ekan. Men faqat dada degan bu so'zni boshqalarning og'zidan anglagan. Lekin o'z og'zim bilan bir qitimni chaqirib boqmadim. Kechirsiz. Bala, nima deydigan sen? Men sening dadan. Nima? Siz rostla mening dadam bo'ldigan bo'lsangiz, bechora onamning ismini og'zingizga ilishingizga hargiz ruxsat qilmayman. Canım balam, dadangni mı o'ylab qo'y. Nima? Siz bizni qanchalik o'ylagandingiz? Canım oğlum, o vaqtki ishlarni men sana qandoq tushuntirishni bilmayman. Mening bilgim yo'q. Mening biladiganim bechora onamning tatgan azoblari. Dadam hayot turib buningdan içini iş bo'lamdi. Rost deyman balam. Sening meni tunimasliging haq. Chunki sen meni ko'rib boqmagan. Men sana dadılık mehrini beremmedim. Anangımı yüz kilenmeymen. Men sizlarning oldinglarda kechirgisiz günah ötküzdüm balam, meni kechirgin. Mening bu dunyoda dadamni, onamni faqat birla. U bo'lsa-mu jafokash, mehribon ona. Men boshqalarning u maqbollarni yigilab manganini ko'rgan. Shu bolalarning akilab turib dada deb chaqirishni anglaganimda ichim qattiq serildi. Men shundoq turmushni sevindim. Biroq men dada mehriga muhtoj bo'lganda siz nima dedingiz? Bir parcha nonga zar bo'lganda siz nima dedingiz? Boshqalar meni oromliq deb tilaganda siz nima dedingiz? Aytib beqingiz, siz nima dedingiz? Ah xudo, bu dunyoga nima qilib to'ralgandim men? Bo'ldi. O'zingni azoblama o'g'lim. Men seni xarliqda qo'ydim. Dadılık burchimni ado qilolmadim. Ömrümning oxirida bo'lsa-mu, dadılık burchimni ado qilishga bir qatim fursat bergin o'g'lim. Men anamdan ayrilgan chaqda onun homilador ekanligini bilmaydim. Agar uni bilgan bo'lsam, men hergiz sizlarni tashlab ketmagan bo'lardim. Balam, anam bizni to'rt ko'zi bilan saqlayotdi. Biz doktorxonaga birga berib, unaga madad beraylik. Men sendan o'tinay o'g'lim. Men sendan o'tinay o'g'lim. Canım dada. Oğlum. Ben senden herkes ayrılmayayım. Oğlum. Alimcan. Mehmet Rıznakı. Dada bana ahır tepiştiğinle adaş. Mübarek olsun. Sana bir rahmet adaş. Adaş, hazır Gülcemal qandaqıрақ? Xeli yaxşı. Doktormu ensirmanlar yaxşıp getidu deydi. Billi berip görüp geleyli. Maqul. Maqul. Yürü adaş. Yürü oğlum. Maqul dada. Alimcan, sana bir işini desem herkes xafa olma. Senin kelganingni uyingdagilar xabar qilib qo'ydim. Otanang anglab bak xush bo'ldi. Ular xabar topdimi? Ha. Biroq dadang sana yuz gülemayman deb ko'ngli bak yerim bo'ldi. Ota-onamni bekme seg'indim. Ko'zni yumib ochqicha shuncha yillar o'tib ketibdi. Ayni chaqdagi ishlarni dadamdan ko'rsam bo'lmaydi. Chunki har qanday ota-ona o'z farzandiga yaxshi bo'lsin deydi. To'g'ri deysan. Dada, ota-onangiz yetdi unutma. Ha, o'g'lim, uni keyin sana so'zlab beraman. Adaş, Alimcan Adilcan bilan ko'rishganmidi?
uqmadi. Ana, Odiljon, canım ana. jinim bolam. Ana qara xabar. Shiqilma jinim bolam. Mendan ansirmasang bo'ladi. Men xeyli yaxshi. O'zingchi qachon kelding? Uy, sizlar yotoqni jig'zari to'shqizib yetibsizlar-ku. Bundaq yig'ilsanglar bemorning dam olishiga ta'sir etmaydi. O'zingizni xeyli yaxshi sezyapsiz. Ati yana bir qatim tekshiramiz. Uningdan keyin chiqib ketsangiz bo'ladi. Rahmat sizga Rahmat doktor. doktor. Rahmat. Sizga ko'p rahmat. Rahmat doktor. Rahmat. Muborak bo'lsin ana. Yaxshi Anim bo'lsa bo'lsa qilibsan. bo'ldim. Bak yaxshi bo'ldi. Uy. Gülcemal sığınıp gitti. Gülcemal sığınıp gitti. Gülcemal sığınıp gitti. Qaranglar. Gülcemal sığınıp gitti. Ana. Gelip atdı. Ana. Gülcemal sığınıp geldi. Gülcemal sığınıp. Ana, astraqmang. Gülcemal sığınıp. Gülcemal sığınıp. Xudoning mardi, olimjon oxiri kelibdi. Voy, rost